Oho, o'ylaganimdan ancha katta maktab ekan. Salom, sen yangi o'quvchimisan? Ha, shunday. Ismim Prinsessa. Yaxshi, men Kanrujiman. Yur, sirtni senga tanishtirib chiqaman. Okey, yaxshi bo'lardi. Bu bizning yangi o'quvchimiz. Bo'ldi, prinsessa, joyingga o'tir. Wow, juda ham chiroyli qiz ekan. Nega yuragim tez uryapti? Oho, yangi qiz kelibdimi? Kulgili emasmi? Meni ismim Prinsessa. Sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Hamma chiqishi mumkin. Agar birorta yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, men doim shu yo'naman. Agar maktabda muammo bo'lsa, menga aytaver, bilmalol. Nimalar qilyapsan aralashib? Hech qiziqmas menga Stromik. Urushmanglar, nima qilyapsizlar? Bo'ldi, Kanroji, hozir boraman, to'xta. Adashmasa boshxona pastda edi-da, to'g'ri topibman. To'xtanglar. Salom, qalaysan? Salom, yangi o'quvchimisan? Ha, shunday. Maslahatim Drikodan ehtiyot bo'l. Undan uzoqroq yur, qisqasi. Nimaga? Nima sababdan? O'zing bilib olasan. Ha, mayli, baribir bir nima g'alati-da. Mayli, meni ishlarim bor edi, keyinroq kelaman. Sen shu yerda o'tir. Ha, Kanroji, shunaqa gaplar. Keyin ertaga uy vazifalarini bajaramizmi birgalikda? Sen yangi qizmisan maktabda? Ha, nimaga edi? Bu yo'lda mana aytganim bo'ladi, tushundingmi? Kimsan, nima do'stsan? Qahramon bo'lmoqchimisan? Prinsessa Sen menga buyruq beryapsan. Hozir Reddi ham kelyapti. Ikkalamizga qarshi chiqmoqchimisan? Hali ikkalani ham ko'rasanlar. Bitta narsani sezdingmi? Hali yurish yetmasang, hech nimani sezganim yo'q. Stromik bilan Reddi senga juda ham g'alati qarashyapti-da. Jinroqmisan, hech nima bo'lgani yo'q. Ular umuman oddiy hol, tushunsanmi? Bo'ldi, hech nima bo'lgani yo'q. Bu aniq-ku. Bor, sen aniq jinni bo'lib qo'ygansan, Kanroji, ishon. Bo'ldi, soat ham 7, hali kech qolmadim. 7:30 da boshlanadi. Barchiki salom. Salom prinsessa. Oho, jang boshlandi shekilli. Uzr, ikkalaringlarni ham gaplarini eshitmay qoldim. Stromik, Reddi. Menimcha ikkalasi ham seni yoqtirib qolishgan. Kanroji, jinni bo'lib qoldingmi? Nima do'stsan? Bu aniq-ku. O'zing ko'rmayapsanmi? Yo'q, ko'rmayapman. Menga ularning ikkalasini ham gapirma, xo'pmi? Umuman gapirma iloji bo'lsa shu ikkalasini. Ozgina katta gapirsa xafa bo'lib ketib qoladi. O'zini aytayotgan gapini qaranglar. Bugun juftlik bo'lib loyiha ishlaysizlar. Ustoz, men prinsessa bilan birga sherik bo'lay. Prinsessa va Reddi, Stromik va Noftizi. Yes, prinsessa men bilan. Mayli. Qalaysan, prinsessa? Yaxshi, rahmat, o'zing Bir qalaysan? narsa aytmoqchi edim. Haligi sevgan yigiting. Qo'y, bo'ldi, gapirma, iltimos. Reddi, loyihani gaplashaylik. Yaxshi. Jinursur, Reddi, Stromik xafa bo'lib ketdimi? Nimaga xafa bo'ladi? Mayli, loyiha haqida gaplashaylik. Davay, xafa bo'ldingmi? Nimaga gapirmaysan? Mayli, ertaga qoldiramiz. Men umuman charchadim bugun. Ertaga qilamiz. Jinursur, Stromik nimaga xafa bo'lib ketdi? Yoki Kanrojining gaplari rostmikan? Maqvossan o qahramon bo'lmoqchimisan? Nima yo'limdan chiqyapsan? O'zingdan ket. Hozir Reddi kelsa qochasan-ku. Stromikka qo'lingni uchini tekkizma. Oho, ikki gapirma. Yaxshi ko'ramiz hali. Prinsessani tinch qo'ydirik-ku. Boshqacha gaplashamiz keyingi safar sen bilan. Ochko ishlamay. Jinursur, men yo'lganda yana Sen qisqali meni kimligimni bilmaysan-da. Seni kimliging menga vashshi qiziqmas, ishon. Undan uzoqroq tur. Ishing bo'lmasin, aralashma. Bor, ket bu yoqdan. Yaxshi, afsuslansan hali.
Shu maktab yutganimdan beri muammolar umuman tugamaydi. Jin ursin, jonimga tegib ketdi. Men bu xudogam sovuq qopti. Men bu o'yinchi вообще yaxshi ko'raman. Ishoninglar вообще. Videoga like, kanalga obuna bo'linglar. Shuncha mehnatimizni qadrlagan holda. SMS keldimi? Trikodan ehtiyot bo'l. Jin ursin, nimalar bo'lyapti? Kim yashiringan nomer? Hech kim bilib ham bo'lmaydi kimligini. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Sizlar videoga like, kanalga obuna bo'linglar. Men bu o'tirish kerak endi. Krasavchik bo'lib, ha mayli. Ovqatimizni yeymiz va yotib uxlab ertaga maktabga borishimiz kerak. Nu mayli. Ertaga men bu xabarni Kanrojiga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Ha mayli, hozir ishimiz ko'p, ovqatimizni yeb olamiz. Xo'p, maktabga ham kelib oldim. Endi Kanrojining oldiga boramiz. Kanroji, qalis yaxshimisan? Senga bitta gap aytishim kerak. Kanroji, menga qara. Qarochi, mana telefonimga mana shunaqa xabar keldi. Direkt ehtiyot bo'lgan. Buni senga kim yubordi? Nima? Yo, Estromak, hech nima bo'lmadi. Joyingda o'tirur. Hech nima bo'lmadi, bemalol. Janursun, Kanroji kim anak qilibdi, xabar yuboribdi. Juda ham qo'rqyapman men Trikodan. Mayli. Ha mayli, haligi SMS o'chirib tashlayman. Вообще kerak emas, Jinurson. Bugun 8:00 da sport zaliga kelaman. Jinurson, yana kim bu SMS yubordi menga? Yana xabar keldimi? Ha, qayerdan bilding yoki sen jo'natibsan menga? Ha, chunki menga ham keldi bu xabar. Jinurson, obunachilar kimdan kelyapti ekan? Men aniq bilaman, aytib qara. Bu xabarlarni Driko yoki uni oshnalari bizga jo'natyaptiki, gapimni eshitmaysanmi? Hammaylar Jinurson nima bo'lsa bo'ldi, men ham sinfga borib o'tiraman. Prinsessa yangi kelgan bizlarga, lekin ikkita bo'longa o'xshab olgan, menga yoqmayapti. Ha, shunda nima qilmoqchisan ularni? Chunki rejalarim bor, yaqinda shularni qilaman. Ko'p do'stim. Ha, o'zing bilasan, yana ahmoqqa o'xshab bitta qizni deb qancha do'stlaringdan ayrilib qolma. Jin ursin. Buni bolalar eshitish kerak. Bu Driko deganlari bir nimani reja qilyapti. Bolalar qisqasi prinsessani himoya qilishimiz kerak. Ovozini yaxshi eshitmadim-u, lekin Driko bir nimani reja qilyapti. Jinurson, Driko nimanidir rejalashtiryapti-da, shu prinsessani himoya qilishimiz kerakmi? Drikoda nimadir bor. Jinurson, Draco, buni aniqlashimiz kerak.